Söygen gülnün bergidin Hoş burağı öksümezsin ha Koyaş söygen gülnün bergidin Hoş burağı öksümezsin ha Şuma bəxət kiler əzəldir Koyaş təkillik ayırdır Şuna bakıp kiler azaldı Bu yaştaki yıllık ayrıdır Yaman bulsun demez anılar Fakat kıyar perzekliğe Yaman bulsun demez anılar Fakat kıyar perzekliğe Deydu atılar Bəzide taş koyup köksüge Tavlası deydu atılar Bəzide taş koyup köksüge Taralgan mihir Yurtudu alem kütkün Aileden taralgan mihir Yurtudu alem kütkün Ata kılsa söygüge takdim Sadakatke tolgan bir kümün Ata kılsa söygüge takdim Sadakatke tolgan bir kümün Yaman bulsun demez sanılar Fakat kıyar perzekliğe Yaman bulsun demez sanılar Fakat kıyar perzekliğe Tavlası deydu atılar Bəzide taş koyup köksüge Tavlası deydu atılar Bəzide taş koyup köksüge Oğlumuzga ikinci qavatdan pichik qız uyini olib qo'yganingiz sizni man qilgan g'amxo'rligingizmi? Bizmi Asqarjonni o'ylab qolsa deb yaxshi niyatimiz bilan Buni qandoq yaxshi niyat degili bo'ldi? Nazir, Shavkat muallim sizga Ustozimning uyini o'z ko'zim bilan ko'rgachga sizga bu gapni tavatiman. Rost gapni yetsam, nomusdan o'lgudek bo'ldim. Ustozlarimiz peshqadamlar Japonni tartiversa biz qandaqmi xalqimizning xizmatkori bo'lamiz. Xotirjam bo'ling Nazir. Biz atla, cho'qim, jazman. Bo'ldi. Mening quruq va'da bilan qo'sham yo'q. Siz oldi bilan shu peshqadam o'qituvchining uyini tanishib, ondan ishxonamga keling. Nima bo'ldingiz? Siz Qosimga o'yin gapini deganmi? Qanday deysiz? Qosimdan Asqarjonniki taqsim qilgan uyini 1 yildan buyon bo'sh turganligini angladim-ku. Acep kızık adamkidan bu Qasım degan. Bultur o Qambar Nisoninki qizining to'yida o'zi Asqarjonning gapini qo'zg'ab qolgandi. Shu chaqda men Asqarjonning beshini o'ngshaydigan kunlarmi yaqinlashib qoldi degandim u odamga. Biroq uningga men hech qachon uyning gapini qilmagan. Uning ustiga Shavkat ma'limmi shu binoda o'tirdi demamsiz. Shavkat ma'limning salomatligi nachar bo'lib qopti deb anglab yo'qlab keladi degandik. 7-qavatga chiqqicha ko'mganni ko'rdik. Hanifam qo'shnimizga Qosimning shunda satlashganligini deb beribdi ekan. Uni anglab g'ayratdan bexos bo'lib qoldik. Hanifam xonim haqiqatan vijdonli ayol ekan. U erining jo'z talaydigan xotinlarga o'xshamaydi ekan. Bo'lmasa
Balasıga öy tayyorlab qo'ygan odamni unchula ayıplab ketmagan bo'ladi-da. Shavkat efendim, sizning g'ayratdagi o'quvchingiz bor-ku, mana mandaq o'g'il bor ekan. Qosim deganni bir yig'iz gap bilan xushomat taqsin chiqib ketdi emasmi? Oyun bo'ldingiz bola? Salam opa, maktabga qaytaymi deyman. Voy bu nima deganingiz? Bugun degan dam olish kun tursa, Uyga faqatla bağım yo'q. nemish qamdi? Akam meni ko'zlam qo'y tutadigan bo'lib qoldi. Shunga ko'zi ko'rinmayroq tuptiraymi deyman. Bu nima deganingiz bolam? Bu dunyoda qarindoshdanmi ortiq narsa bo'lmaydi ekan. Uni ulardan ayrilgan vaqtda ondan his qiladi ekansiz. Shu topda ham urug' tuqqanlar sizning uyingiz tursa, bormisingiz qanday bo'ladi? Yoki Ildar sizni ranjib qoldimi? Ular hammasi aşı nana degan aldamchining yolg'on yo'ldoq gaplariga ishonib, mening gapimga hech kim ishonmayotdi sanam opa. Akamga yaxshilik qilaman deb, uningga sat ko'rinib qoldim. Akam hozir meni o'zining dushmani hisoblaydi. Yo'q bolam. Ildar herkes undaq o'ylamaydi. Bu dunyoda aydınlaşmaydigan ish yo'q qizim. O'qishmasliklar cho'qim yeshiladi. Sizning bu yaxshi ko'nglingizni bugun tushunmasa, at tushunib qolin. Kam qilsaq bo'lib, sabrning tegi oltin degan gap bor bu. O'z qarindishingizning nohaq zarbasiga uchursangiz chidab turolmaydi ekansiz. Voy jinim bolam, jinim qizim, qizim. Yig'lama. Qarindosh degan bir qarindosh. Ularning o'tirsa o'qishmaslik xuddi o'tgich yomg'irga o'xshaydi. Bizda akam kimni osi yangang shu degan gap bor. Ular uchun baxt tilayli qizim. Yig'lama. Voy yig'lam. Qanada? Hikoyangizning oxirini aytavering ha. Ma'qul ukam. Bizga ikkinchi qavatdan 2 yurish uyini taqsim qilgan vaqtida xushalligimizdan do'ppimizni osmonga atdik. Nima uchun bu Shavkat akanlar xiyolga petib ketdi jimib. Aqishon bu o'ngmi, tushunmi deb hayron qolgan bo'ldi. Nim bo'ldingiz, mijozingiz yo'qmi desam, yo'q. İkinci qavatdagi 3 yig'iz o'ylam bizga yetadi deydi. Voy bu o'ylar bizga bek kan kep ketdimi desam, g'ayrat bilan g'opirga gap qolmasin davatma deydi. Qiziqkansiz Shavkatga. Ularni qilayotgan to'g'ri tursa, ularga nima deb gap keladi? Shu yillarda uy va qisdidan afkan. Bizga 3 yig'izlik uyning tekkinimi o'ngayga to'xtamagandi. Men yıkıldırınğa öy beripsen dep ularni tanqidlab yurmgidi dep ensirab qolgandim. 10 yılning yo'q tatgan jafolarimiz azmı? G'opirning oldida chiroyingizni sarg'aytib, ichingiz siqilib o'tgan kunlarni unutib qoldingizmi? Ash kichik uyda originallaringizni taqtapolmay, yo yeziqchilik qilolmay, o'tkazgan kunlaringizni unutib qoldingizmi deb. Shunda qoqshab ketdim. Endi tashkil g'amxo'rlik qilmasdan atgan vaqtida Shavkat efendim keyniga dojvasa, yo'q deb Shavkat efendimni oldiga 3 tilga yo'llangiz va. Qosim o'chog'da ishxonada bizga unda qo'pollik qilgani bilan keyin nurg'un yaxshiliklarni qildi. Shuningga qarab, odamning yomoni yo'qmiki deb o'ylabmi qolaman. Keling. Qasım Davka, yaxshimas, mana to'g'rimi, dasturma. Shukran. Shavkat muallim, Zuhra xonim, oldinglar to'lim xijilman. Sizlarning qiyinchiliklarni baldiroq hal qilish tegishli edi. Men afv qilsanglar. Bizda savallik yo'q deb qarg'il bo'lamdi ofkam. O'tgan ishlarga salavat. Bu ishlarni ko'nglimizdan allaqachon chiqarib etdik. O kuni men sizga sal qo'pollik qilib sapdim ukam. Ranjima. O g'ashliklarni o'tib ketdi-ku. O'ylab baqsam shu chog'da siz to'g'ri gap qilib ekansiz.
Ben yolsuzluk kıptım. Beni keçiriversenler. Ondaq desiniz, biz qıjılab qalımız ukam. Bizga kang azad o'yni taqsim qilib berganinglarning o'zimi nayt cho'ng ish ukam. Biz sizga rahmat aytsak bo'ladi. Birish tegishlik. Bugun Qosimlar bizni yo'qlab keldi ekan. Ikkimiz xil xo'shib qoldik qara. Bu ularning vazifasi ma'lum. Ularning sizlarni yo'qlab borgan to'g'ri. Lekin G'ayrat bizni deb uning ko'ngliga azob bermagan, ha? Adam bilan ikkimizning oldida xijil bo'lib, qari targa chumib ketdi. Ularni yo'qlab qo'yganinglar yaxshi bo'pti. Ma'lum bilan adimiz sizlardan bak xo'sh bo'lib ketibdi. Odam deganning ko'ngli shunchalik emasmi? Keyin ularni biz har qancha rozi qilamiz desakmi, pushmonda qilishimiz mumkin. Shundoq. Shavkat Ma'lum bilan hadimiz haqiqatan oq ko'ngil obdan odamlar ekan. Ko'ngli adovatni tutmaydi ekan. Men shunda xush bo'lib ketdim. Akram dokladingizni. Apa, Nana uyda yo'qmi? Restoranlarni aylanib yurgandi. To'yga tayyorliqlar bitib qolgandi. Tayyorliq demsiz? Voy, ustimizdagi pitli pasatlarni yig'ishtirolmayotsak, nədiki tayyorliq deysiz? Qaysi pitni pasatchilarni deysiz, apa? Bala qizani terib qo'yib, hech nima bilmas bo'lib oldi ekansiz, ha? Apa, gapingizni men faqat tushunolmadim. Bu nima deganingiz? Men qaysi bala qazolarni terib qo'yibdim-a? Voy, qig'iliqni qilib bo'lib, hech nima bilmas bo'lib oldi ekansiz, ha? Nabiga degan gaplaringizni unutib qolgan o'xshamamsiz? Qaysi gapni deysiz, apa? Unutib qolgan bo'lsangiz, esingizga sap qo'yay, quloqingizni ding tutib anglang. Bizning Nana chaplangan töhmetni da'vatini. Endi u bilgansiz. Apa, u Nana chaplangan töhmet emas. Şeyda degan do'stim, Osman degan u tijoratchining choyxona oldida Nanani taksi sep qo'yganligini ko'rib qopdi. Shunga men biroq kelishmaslikka uchrab qolmasin deb ansirab, uning ustiga Nanani to'yini qilamiz da'vatimiz. Shunga men bu gaplarni Nabiga degan. Ha, gapingiz qaraganda siz Nanaga ko'ngil bo'lib o'tibsiz-da, ha? Voy. Nana degan Nabi ishkimizning singlis bo'lsa, apa, uningga kuyinmasak, ko'ngil bo'lmasak bo'lamdi. Haqning yuziga qar suvkashnimi g'amxo'rlik deb bildiganlar ekanda. Unda demang, apa. Nananing yuziga qar so'ksam, men qar yuzulab ketmandim. Unda qolsa nimishqa Nabi bilan Nanani o'tirsa o't yoqsiz? Siz sanglingizga shunday ko'yinamsiz? Men to'yni buzilib ketmasin deb ansirab degan gapimni o't yoqish deb tushunasiz qandoq bo'ldi, apa? Men shu Nananing baxtini, taqdirini o'ylayapman-ku. Men qarang, aqlli kelinim. Mush töhmetingiz nereden chiqqan bo'lsa, joyiga kirgizib o'tasiz. To'g'rimi? Men Nanaga qar chaplamadim, apa. Men bu ishning bundoq cho'ngib ketishini bilgan bo'lsam, bu gaplarni hargizmi demas edim. O Şeyda degan chiroyliqning mening qizimni oqchi, ko'kchi deydigan nima haqqi, ha? Xap to'xtab tursin, jo'ynimek. Fatimixonni bosh chaqlab qolgan o'xshaydi. Şeyda Nanani yomon qiz demedi, apa. U mu Nana bilan Ildarning yaqini to'y qilganligini anglabdi ekan. Shunga uni Osmon bilan ko'rib bir qism bo'lib qopti. U menga ko'rganlaringni hech kimga dema. Bumiz ishlar cho'ngib pitni basatlar jiqib ketadi deb yoluvdi edi. Qo'liqina yo'q, ichi qo'tir yuz so'ridining. Gap so'zni o'z taqib. So'z chechak taqilib ketmisu deb yiliganlikni. Voy, nimancha chapayapsiz uningga, ha? Qizval degan bir asl so'zlashmanda.
bir sil aralashsila buzuqchilik qilgan bo'lamda. Ildarga beradigan sanglisi varmikan ya qizil ko'zning? Bo'lmas nimishqa qizimning keyindan gap tepib, qizimning yo'lini to'sadi u kala ko'z. Unutmabsiz, esingizdeki. Salam akalar. Oy. Qanday Shavkatga adingiz chiqib qolibdimi? Qanday? Ahvol yaxshimi? Qanday Po'latboy? Nima gaplarda bu Shavkatkamni kuldirib o'tardimi? Yaxshimi? Oy, qanday qoldi? Voy. Tunigan bellani o'tardikchimi? Adamning o'pkisi shunda o'xshab ketibdi-ki. Ay, oshpaqlik qilib yaverib, mana bugun kecha shunda beram bo'ldim danglar. Ha, Samatga, nima gaplarni qilib Shavkatkamni kuldirib o'tading? Ma Shavkatkamni kuldigan gaplaringni bizgimi demamsa, biz manglaylar. Nima gap bo'ladi desa Po'latboy. Yana shu 7-qavatdan qilib qolgan gaplar bo'lmamda. Sal turib shirkat qaytamsa, mashinangga chiqib olay degandim. Birek boramdingiz? Dönko'rikka bordim degina. Ana shularning birini olaymi-ki? Yet yiqilish qo'yadi emasmi? Voy, Samatga, munda demamsiz. Mush pulning ko'ziga qarab, eliq tatliq shlapini kiyib yuriverdingiz-da. Nima deding? Tatliq shlapa? O'zing gapira Samatga. O'zi desa, qiziq chiqadi. Degina. Ey, uka. Çavamni chiqyapmiz bo'ldi-da. Bo'pti desam gapiray. Bir kuni kechda qarang. To'ydan qaytdiqdan. Yomg'irda qoldik. Bu yomg'irda meni shilapam moqchib ketib qoldi. Atse, moqchaygan shilapini kiyib talog'i chiqib ketganman. Hammada moq qarg'anda ko'rdi. Hali moqchib ketgan shilapa aqcha sizni sat ko'rsatdi-da haqliga. Boy osmonga taqashqidek bir xotin botida bizning binoning birinchi qavatida. Natki tuz bir xotindi. Hel moqchib ketgan shilapamni ko'ribsa, shilapangizni eksik keltirman desangiz, navat suydi shilapangizni yuvib bir kech isib qo'ysangiz o'shib qoladi dedi. Shunga o'ydikilaringizdan hammasi uxlab qolgan vaqtida 3 kilo navatni ertib, shilapangizni yuvib, shundoq isib qo'ydi deydi-ku. Uzun taraf xotinning gibrasgan. Az qarsam shlapam ketib qolibdi. Shavkatga, Samatkam diqqatsizlikda shu kuni kechda polg'um navosini to'kib qolibdi-da. Az o'ydikilarlik polg'u dastlab oyoq chopishib qilib, chamlarim ajrab tutdi-da. Yağan gapim afkan mesele uçluk yağır emas. Shlapaga chivin qo'ngan ish masala emasmi? Ufkan, chivin dedingmi? Chivin. Qarang. Shilapam qatgan kuni tushdan keyin tuqqanlar bilan safarda bo'lib qoldim. Yo'l ustida bir oshxonaga kirishga majbur bo'lib qoldik. Shu oshxonaga tuqqani bilan shundoq kirib ekan. Oshxonaga shundoq kirishiga liq chilapsiga va biraning chivin gurrda olishib qo'nyapti-da. Samatkam xijdob ketib, "Ishte, chivinni qo'ritib shapkisini shundoq qo'yib qo'ysa, liq chivin yana shundoq kirib shapkisiga gurrda qo'nyapti-da." Oqshilapa, qarshilab bo'ldi. Shuni bilan ilk oshxonada tomoqni yalanpo'shab o'tirib yedim-da. Tomoq yapib qaytgan chog'da shilapini kiyib minib edim. Oshxonaning ichidagi butun chivin menga agitishib ketdi. Uzoq o'lgili tasli qoldi. Ilk uzun taraf xotinning ustida sotqa arziqidek bo'lib ketdim-da. Ilmi yaxshi o'qidim, bu oshxona oldi uchrab qolmabdi sizga. O arzni sotqisimi sot qabul qilmaydi. Shu kun uyga yaqinlashganda to'satdan yana yomg'ir yog'ib ketdi. Endi yomg'ir suyida shlapam, mijilib, moqchiyib, beshimga chopilib qoldi. Hey bu chivin bo'g'ini uyga akirgidek nari qoldi deb yo'lning bo'yidagi aqla sandoqqa tashlab o'tdim. Apla, chataqdi Samatka. Yana 3 kilo navos suvi bilan yuvib buni. Yana qatirib, aptab chiqqan kunlar kaymamdingiz deyman. Qo'ya. Ara qutuldi bu la'nat ishlabdim. Shavkatga. 3 kundan keyin Samatkam yana shu oshxona tomoq yeyib beribdi.
Eliqi aşxananın xo'jayini tamoq pulini qat'iy og'ilolmabdi. Nemish qafka? U aşxananın xo'jayini nim deb deymamsizlar? Sizlar o'tganda kelib, aşxanamizdan 1000 çürünü başlab chiqib, bizning aşxanaga xizmat ko'rsatlar. Sizlarning bu qilgan yaxshiliklarni biz faqat unutmaymiz. Sizlarga rahmat aytib qo'yay deb sizlarni izlab faqat topolmagandik. Mana o'zlari kelib qoldilar. Bundaq bekarlik tamoq nadi bor deysa? Samat aka, aqchan yangimizga chandumay, eliq maslahat chiqibdi, eliq aşxanaga net chiqib olib bo'lgansiz aqchan, ha? Yolg'on gapirma, bo'ldi endi Po'latboy. O Shavkat efendim rasmiga deb qo'yamisan. Bo'ldi, xotoshlarning gapini davamidan fikr. Samat aka, xotoshlar deb menga tatliqchilar dema. Qurib kelsin shu tatliqchilar.